Tiyar variantda egalardan Trekker 2 avtomobilimizga tutdi qaranglar. Mashinamiz 2023 yilda ishlab chiqilgan Premier eng full pozitsiyasi mashinani ko'ribsizlar. Sostenasi cho'tki holatda. Mashina qo'yilgan narsalar bir yandan tanishtirib o'taman. Tak, birinchi Black Piano oblisovkalar taqilgan ko'ribsizlar. Mashinaning eng ochiq turadigan narsa o'zi oblisovka bo'ladi. Mashinamizda 4 dona toza bo'sh polonlar tashalgan, lyuklari bor, mashina parok ham qo'yilgan. Bular zavodskoy parok kelmaydi, bilasizlar, parok qo'yilgan. Tak, salon qismiga keladigan bo'lsak, mashin akkuratni qarab haydalgan, obshivkalar kirilib, chizilib yotgani yo'q. Ayaklar ham cho'tki sostenida motor holatida turibdi. Ayaklarni bu politlar tashalgan, 7 ta politlar. Mashin zo'r. 44900 km turibdi. Bir qator probegini, kraskasini tekshirtirib xarid qilsangizlar bo'ladi. Salonlarim akkuratni qarab haydalgan. Mashina eng qiziqli yeri qaranglar, propan gazni pokoleniyasini stompka qilingan. Propan gazni stompka qilingan. Mashinamiz tayyor. Olib faqat mana 7 dedi. Mashinaning narxini keladigan bo'lsak, 213 million so'mda qo'yganmiz. Eldan 31 million 600 ming so'm bersangizlar, adlaringizni o'tirib, nomerni taqib, garov qo'yib, sug'urta puldan to'lab, adlaringizga kreditat shu mashinani chiqarib bersak bo'ladi. Oylik to'lovi 6 million 700 ming so'mdan 5 yil muddatda chiqarib ketasizlar. Mashina yechirindi, defekt qilgan tizimlar yerlari, kuzov taraflari çok sostenida turibdi. Mashinamizda barcha xizmatlarimiz ham bor. Shu yurt turan Trekkerni oladigan bo'lsangizlar, bir dona vaziyat bonusini qo'shib beriladi. Seylab olib ketaverasiz shu yerdan liboy birini. Telefon nomeri 90 914 Bu videoni maksimal tiyar Trekker 2 bilan tanishib o'tishatish. Eng full pozitsiyadagi Trekkerimiz 213 million so'm. Hamma narsa qo'yilgan Trekkerni obzor etib berdik. Gelaverasizlar, yuk avtosalonda xizmatdamiz.